kelishdi. Xo'sh. Hammasi joyida. Hech kim bilmaydigan qilib, chiroyli qilib jo'natib yubordim. Ha, xayriyat. Yaxshi qilibsiz. Yugurib kelmasang ham chaqirmoqchi edim hozir. Pul desa yugurasan ha. Ha, endi Xolida Nasirovna aytishadi-yu, pul jigardan deb. Shunga yuragim taka-puka bo'lib yugurib keldim. Mana. Kammi? Sal kamroqmi deyman? Yo tavba. O'zim ham seni gaplaringga qaraganda ko'proq ishlab olaman deb o'ylagandim. Lekin chuchvarani xom sanabman. Xolida Nasirovna, men sizga aytdim-ku, ota-onasi boyvachcha odamlar Turkiyadan mol olib kelib do'konlarga sotishadi dedim. Qo'shnim ancha boy dedim. Qancha aytsangiz berardi. Nega o'zingiz so'rashni bilmagansiz-da? So'radim. Ko'zi kosasidan chiqib ketdi. Ha, endi unaqa jahl ustida hamma yoqqa telefon qilib yuborish mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. Mayli berganingizni bera qoling deb qo'ya qoldim.